Assalomu alaykum. Bugun yana sizlar uchun foydali video tayyorladim. Va bu videoda Word dasturini o'zimizga mos qilib sozlashni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, boshladik. O'tgan darsda ko'rganingizdek ishchi oynani o'zimizga mos, ko'zlarni toliqtirmaydigan rangga o'tkazishni ko'rib chiqqandik. Bu dars shuni davomi hisoblanadi. Ishchi oyna ochilganda yozuv shrifti kimdadir Arial va kimdadir boshqacha bo'ladi. Uni har safar Word dasturiga kirganda qayta sozlash shart emas. Hozir sizlarga doimiy ravishda siz sozlagan holatda qolishni o'rgatib o'taman. Buning uchun ekranda ko'ringan kichkina strelkaga olib boramiz. Kimdir topolmasa klaviaturadan Ctrl D tugmasini birgalikda bosish orqali ham bu oynaga kirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek shrift bo'limini o'zingiz doimiy ishlaydigan yozuv turiga qo'ying. Men Times New Roman da ishlaganim uchun shunga qo'yaman va yozuv hajmini ham o'zingizga kerakli o'lchamga qo'ying. Men doimiy hujjat bilan ishlaganim uchun 14 o'lchamga qo'yaman. Hozircha sozlamalar tugadi. Bu yerda yana qo'shimcha sozlamalar bor. Bularni birin-ketin aytib o'taman. Misol uchun svet teksti. Bu matn rangini belgilaydi. Men doimiy qora rangda ishlayman, shuning uchun o'zgartirishim shart emas. Kimgadir qiziq bo'lsa, boshqa rangda ham o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Bu sozlamalar esa ko'rib turganingizdek yozuv ustida chiziqchalar hosil qilyapti. Keraklisini tanlab olasiz. Pastdagisini tanlab olamiz. Ya'ni buni tanlamasangiz faqat shu faylga tegishli bo'lib qoladi. Wordni qayta ochganingizda sozlamalarni yana qayta sozlashga to'g'ri keladi. Sozlamalarni tugatgandan so'ng OK tugmasini bosamiz va sozlamalar saqlandi. Worddan chiqib ketamiz va qayta Word dasturini ishga tushiramiz. Mana ko'rib turganingizdek biz o'zimizga mos qilgan variantda doimiy ravishda Word dasturi ochildi. Video foydali bo'lsa yoki nimadirni shu video orqali o'rgangan bo'lsangiz, mehnatimizni qadrlab, like va obuna tugmalarini bosib qo'yishingizni so'ragan bo'lardim. Yana qanday sozlamalarni tushunmayotgan bo'lsangiz yoki Word faylida ishlashni bilmayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta javobsiz qoldirmayman. E'tiboringiz uchun rahmat.